yoki Uyg'ur Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadirlik. YouTube'daki dünyanın arkadaşı çeltik qarindoshlar, Mavlaniki şu vakti ve bugünkü vakti hayırlı olsun. Men bu doktor Nebijan Tursun akimizniki Özbek YouTuber'ның Uyghur tarix haqida aytganlari. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadirlik. YouTube'daki dünyanın arkadaşı çeltik qarindoshlar, Mavlaniki şu vakti ve bugünkü vakti hayırlı olsun. Men bu doktor Nebijan Tursun akimizniki Özbek YouTuber'ның Uyghur tarix haqida aytganlari. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadirlik. YouTube'daki Aşı YouTuber'niki bazı Uyghur tarix alaqadar sözlügen bazı hata sözlere qarta bəgin reddiyelerini hazır mən şu WhatsApp'taki xatirədən çıxırıb sizlə bilan ortaqlaşışını toğru gördüm. Hem üzüldüm mən. Nebijan Tursun doktor bizim birden bir hazır şu Şərq Türkistan umumu tarixi degan yazıb atqan akimiz. Şunun özünün ruhsunu elib mən taqasam bulamsam buludu dedi. Şunu sizlər hazır sizlərə ortaqlaşıma. Köngül qoyub tınşap çıxışыңlarını ümid qılman. Mən Tədbir Yay kanalınınki başqurğucusu Abdülaziz Beştoğraq İstanbuldan sizlərə salam berýärəm. Anlavası birdemlikin huzurumda şu qetimki söhbet xatirisi buludu. Assalomu alaykum do'stlar, men shu vaqtga xayrli bo'lsin. Albatta yuqoridagi Assalomu alaykum do'stlar, men shu vaqtga xayrli bo'lsin. Albatta yuqoridagi videoni bu o'zbek tarixchisininki Uyg'ur tarixi haqida so'zlagan bayonlarni tafsil o'qib anglab chiqdim. Tafsil angladim. Nəhayət qiziqarli so'zlabdi albatta. Albatta nurg'un tarixiy masalalar Uyg'ur davlatlari tarixdagi onunğa bo'lgan ko'z qarashi, onunğa bo'lgan tushunchasi albatta uning o'ziga tabi. O'zining ko'z qarashi, o'zining tushunchasi. Biz albatta uning ko'z qarashini, uning o'zining tushunchisini xato taraflarini biz qabul qilmagan taraflarini, ya'ni shu tarixshunoslik ilmi bo'yicha, ya'ni shu davr tarix tadqiqoti bo'yicha shuni o'rganib turib, shuni ilmiy shaklda yakunlab turib, ham tarixiy manbalar va boshqa nuqtalardan qarab turib, uning ba'zi qarashlarining to'g'ri emasligini albatta deymiz. To'g'ri taraflarini qabul qilamiz. Albatta uning ko'z qarashlarining nurg'un to'g'ri taraflari bor. Albatta ba'zi yuzaki taraflari bor. Hamda shu xalqaro tarixshunoslik ilmida Uyg'ur tarixiga oid, Sharq Turkiston tarixiga oid masalalardagi o'xshamagan ba'zi ko'z qarashlarmi, nuqta nazarlarmi uning ko'z qarashiga singan. Albatta buningdagi ba'zi ko'z qarashlar bilinib turadi. Turk tarixchilarida mavjud bo'lgan ko'z qarashlar uningga singan. Albatta yana rus tarixchilaridagi ba'zi ko'z qarashlar singan. Hatta Yevropa tarixchilarida mavjud bo'lgan ba'zi ko'z qarashlar uningki ko'z qarashlarida ifodalangan. Andan keyin yani bo'libmi u o'zi bir o'zbek tarixchisi, yani o'zbek bo'lish sifati bilan uning so'zlagan so'zlarining hamma tonidan yani o'zbek milliy ideologiyasi, yani O'zbekiston, o'zbek milliy ideologiyasi, o'zbek millati
iborat cho'ng shu millatning O'rta Osiyodagi bir yetakchi millatlik, yetakchi xalqlik shu nuqta nazaridan chiqish qilayotganligi ham bilinib turdi. Masalan, uning ko'z qarashi bo'yicha Uyg'urlarning tarixi, Uyg'urlar faqat shu 13-asrdan keyingi davrni Uyg'ur tarixidan umuman olib tashlab o'tadi. U yana birisi u Uyg'urlarning tarixini toki shu Orxon vodisidan tortib toki Turpangacha bo'lgan mushu Qo'cho Uyg'ur xonligi Turpan Uyg'ur idiqutligigacha bog'lab shuning bilan oxirlashtirdi. Ham Uyg'urlarningki bu tarixiy tarqalish chegarasini faqat ana shu Turpan vodisigacha bog'laydi. Undan keyingi bu bepoyon tarim vodillari, keng tarim, yana bu Kuchadan tortib bu Oqsugacha bo'lgan joylar, tarim atrofidagi Qashqar, Xotan, mana shu keng zimindagi Tangri tog'larining janubidan iborat keng zimindagi Uyg'urlarning tarixini, ya'ni mayli Qarxonlar sulolasi bo'lsin va uning oldidagi Uyg'ur qag'alligining bu zimingacha bo'lgan ta'siri bo'lsin va uning oldidagi bu Qashqar va bu joylarda mavjud bo'lgan xotellarda mavjud bo'lgan Kuchar, shu tarim vodisining shimoliy girvaklarida mavjud bo'lgan qadimgi davlatlarning bu bugungi Uyg'ur millatininki asli etnik manbasi bilan bog'lanishliq ekanligidan iborat bu nuqta nazarlarni, bu ko'z qarashlarni chatga qiqib o'tadi. Ya'ni uning qarashi bo'yicha olganda Uyg'urlarning bu tarim vodisidan iborat Qashqariyadan iborat keng zaminga joy bilan hech qanday bir tarixiy bog'lanish yo'q. Faqat bu keyingi vaqtlarda 20-asrlarda Uyg'ur degan nomning mushu millatning beshiga nomning kaydirilishi bilan qo'yilishi bilan bu joydagi xalqlar Uyg'ur bo'lib qolgan, bo'lmasa bu Uyg'ur emasdi degan mushu nuqta nazar gavdalandi. Albatta bu ko'z qarash yaqinqi vaqtlardan Xitoylar bu ko'z qarashni nayt kuchlantiryapti. Uyg'urlar 840dan keyin mushu Tarim vodisiga, Turpan atrofiga ko'chib kelgan. Ondan ilgari bu joyda bu Şinjan'da Uyg'urlar yo'q edi. Uyg'urlar Şinjan'a ko'chib kelgan xalq, bu xalqning bu zimin bilan hech qanday igdorchilik huquqi yo'q. Asli Şinjan'da eng qadimgi yashagan aholi Xanzolar, Turpandagi eng qadimgi aholilar. Xanzolar bu yerda 5-asrlarda Gauchang, ya'ni Qo'jo davlati deb davlat qurgan. Xotan hatta Xanzolarninki eng qadimiy shakllangan rayonlarining biri. Mana butun Şinjan asli milodining oldidan tortiblam Jo'movang hatta qadimgi rivoyatlar shundan tortib Xanzo millati bilan bog'lanishlik zimin. Uyg'ur degan bu xalq 9-asrda Mongoliyadan ko'chib kelgan degan ko'z qarashni hozir Xitoylar hadab targ'ib qilib kuchaytirib targ'ib qilyapti. 80-yillarda albatta tarixshunoslik sohasida mushu masalada talash tortish bo'lgan. Ya'ni Uyg'urlar 840da Mongoliyadan ko'chib kelib Şinjan'da paydo bo'lgan xalqmi yoki uning oldida qadimdan tortibmi Şinjan'da bormidi degan masala haqida 80-yillarda Xitoy tarixchilari Uyg'ur tarixchilari orasida cho'ng talash tortish bo'lgan. Bu talash tortish albatta Yevropadagi g'arbdagi tarixshunoslar orasidan bor. 19-asrdagi ba'zi tarixchilar, 20-asrning boshlaridagi bir qism Yevropa tarixchilarida, shuningdek rus tarixchilari orasidan bor bu ko'z qarash. Ammo Sovet Rus tarixchilari orasida masalan Bernishtam degan tarixchilar 40-yillardan bu ko'z qarashni inkor qilib o'tgan ma'lumotlar. Qadimgi Sharqiy Turkistonning Qashqariyaning mushu eng qadimiy shaharlar, qadimgi madaniyat, mushlarning hammasi Uyg'ur xalqining madaniyati degan. Masalan, Bernishtamning ko'z qarashi bo'yicha olganda Uyg'ur bugungi Uyg'ur xalqining shakllanish tarixi Mongoliya, Selinga vodillari, Sharqiy Turkiston, Yettisu, O'rta Osiyo, mushu keng zimin Mongoliya. Mushu keng ziminda shakllangan, kengaygan, taraqqiy qilgan 4 yo'nalish bo'yicha bugungi Uyg'ur bo'lib shakllangan deydi. Uyg'urning manbasini hargiz bir joyga cheklab qo'ymaydi. Uning qarashi bo'yicha olganda Sharqiy Turkiston qadimdan tortibla Uyg'urlar qabilalari shakllangan, paydo bo'lgan, rivojlangan bir rayon deydi. Ya'ni keyingi hisobda Sharqiy Turkiston qadimgi shahar davlatlari milodining oldi keyindiki mushu rayondagi madaniyatlar, mushu rayondagi xalqlar keyingi vaqtlardagi umumiy Uyg'ur xalqining ichiga singib ketgan. Shu xalqlar asosida bugungi zamon Uyg'urlar taraqqiy qilib shakllangan degan bir ko'z qarash bor dunyoda albatta. Buni shu Sovet tarixchilari qo'llagan ko'z qarash bu. Endi bu Qarxonlar tarix masalasi kelganda Qarxonlar sulolasining qurg'ich
xalq zaten qabila qaysi deganda tarixchilar orasida talash tortish bor. Ko'pincha turk tarixchilari buni bu Uyg'ur qabilasiga Uyg'urlardan orib qaraydi. Ba'zilar Qarluq deydi, qurgan deydi, ba'zilar Yag'milar deydi, ba'zilar Chigil qabilalari qurgan deydi. Ashundaq talash tortishlar bilan bu bir talash tortish bor. Shuningdek yana o'xshashlam dunyo tarixshunoslari orasida hatto bir qism Xitoy tarixchilari hatto Veliang Tao deydi, ba'zi Xitoy tarixchilari Qarxonlar sulolasini Uyg'urlar qurgan deb ataydi ular. Ularning Uyg'urlar qurgan deb atishidagi sabab Qarxonlar sulolasini. U Qarxonlar tarixini 80-yillarda Veliang Tao qatorli Xitoy tarixchilari bu Türk xalqining tarixi nuqtasidan ayirib chiqib, Jungoning tarixidagi bir sulolalarning birisi qatorida yezishimiz kerak deydigan ideyani o'ttirib qo'ygan. Shu nuqta nazardan chiqish qilgan. Mayli qanday bo'lmasin, Xitoy tarixchilarining xili bir qismi Qarxonlar sulolasini Uyg'urlar qurgan 840-yilda Uyg'urlar ko'chib kelishning oldidan bu Turpan, Tarim vodillarida Qanqil qabilalari va boshqa Uyg'ur qabilalari bu yerda yashagan 3-4 asrlarda deydigan ko'z qarash 49'ning oldiki ba'zi Xitoy tarixchilarida bati bu ko'z qarash. Albatta ulardagi bu ko'z qarashning shakllanishida dunyodagi tarixchilar orasida mavjud bo'lgan ko'z qarashlarning ta'siriga uchragan endi bular. Buni talash tortish qilib, oxiri Xitoylarning 840dan keyin ko'chib kelgan Uyg'urlar degan gaplar besqib qolgan. Andan keyin Uyg'urlardan Turg'un Almas va boshqa Uyg'ur tarixchilarimiz 80-yillarda Ibrohim Muti va boshqa ko'plagan tarixchilarmi bu sapga qo'shilib Uyg'urlar qadimdan tortib Sharqi Turkistonda yashagan Tarim, Jungar vodillarining sharq tarafdagi bu rayonlarning qadimi olis shu Uyg'urlar shuningdan shakllangan Mong'oliyadagi Uyg'ur Orxon qag'alligining sharqi bu asosli poytaxt qismidagi olilar qabilalar ko'chib kelib vayron bo'lgandan xalq bu asli qarindoshlari bilan birlashdi. Uyg'urlarning asosiy qismi Sharqiy Turkistonda shu vaqtda Tarim vodillari shimoldagi Ilining sharqidagi rayonlar Turpan mushu zaminlarda Uyg'urning asosiy qismi bor bu yerda. Az qismi kelib ko'p qismining ichiga qo'shildi deydi. Qo'shilib oxirida Uyg'urlar bu joyda Turpan Idiqut davlatini qurdi. Bu davlat amaliyotda bu Mong'oliyani markaz qilgan, ya'ni shu hozirgi Qorabog'istonning shu vaqtdagi poytaxt qilgan Uyg'ur Orxon qag'alligining davomi. O qandaqda yenidan qurilgan davlat emas, shuning davomi. Hammasini qo'shganda 500 necha yillik bir musofirni boshdan kechirgan bir davlat deydigan bir qarashimiz bor. Albatta shaxsan men shunday qarayman. Bu ko'chgan qabilalar asli Qashqar rayonlarida bor, burunqi boshqa Turkiya qabilalar, ya'ni Uyg'urlarning shu 9 qabilasining tarkibiga kirdigan shu qabilalar, Yag'malar va boshqalar bu joyda Andın Qarxonlar sulolasini tashkil qildi. Qarxonlar sulolasi Tokkuda qurilib qolgan sulola emas. Mening ko'z qarashim bo'yicha olganda bu Qashqariya davlati, Qashqar davlati milodining oldingi 2-asrlardan tortiblan bor. Xitoylar buni Shuli davlati, Suluq davlati, Suli, ya'ni Turkiy so'ziga yaqin bo'lgan Suluq degan so'zdan kelib chiqqan degan ko'z qarash bor. Shuning qurilgan davlat deydi bu. Davlat Taki Qarxonlar sulolasi qurilguchi bo'lgan oraliqda shu davlat bor, shu hokimiyat bor. Ular buddizmga e'tiqod qilgan davlat edi. Bu davlat davomlashdi, uzun asrlar uning xollari bor. Keyingi vaqtlarda bu davlat mana ko'chib kelgan boshqa yaylaq qabilalari bilan birlashib, bu hokimiyat yangidan gullanib, oxirgi hisobda bu xalq islomni qabul qilgan davlatga aylandi. Oxirida bu Qarxonlar sulolasi bo'lib, oxiri kuchaydi, taraqqiy qildi. Asli Qashqarni markaz qilgan Qarxonlar sulolasining asli markazi, asli asosiy, ya'ni milodining oldingi yillarda, asrlarda mavjud bo'lgan 1000 yillargacha davomlashgan Qashqardagi shu xonlik, hokimiyat, davlat shu Qarxonlar sulolasiga asos bo'lgan. Bu shaxsan mening ko'z qarashim. Mana bularning hammasi Uyg'ur nuqtai nazaridan olgan chog'da bular shu bugungi bizning Uyg'urlarning ajdodlari. Ular boshqa bir xalqlarning ajdodi emas, ya qozoqlarning yoki bizning sharqimizdagi boshqa Turkiy xalqlarning ajdodi emas. Bugungi kunda ularga yildiz bo'yicha olganda ular bilan biz qarindosh, hammamiz Turkiy qarindosh, lekin bugungi nuqtadan olgan chog'da bu rayondagi aholilar Uyg'urlar shu manbalardan shakllangan, rivojlangan, keng zaminlik birlashgan, yo'g'rilgan bugungi kundagi zamonaviy bir millat bo'lib shakllangan. Shuning uchun bu Tarim vodisidagi aholilarni Uyg'urlardan ayirib o'tish, Uyg'urdan ayirib qarash, Qashqarliklarni Uyg'urdan ayirib o'tish, Kucha, Turpan bu rayondagilarni o'zaro bir-biridan ayirib o'tish bu to'g'ri ko'z qarash emas.
Endi bu tarixçilar arasında, Türkiye tarixçileri ve başka bir kısım tarixçilar arasında Karahanlar sulalısını Uygurlar kurmagan, Karahanlar sulalısını bu umum Türk devleti degan göz qarash nayt güçlük. Aşağı Reşat Genç o bu deganlarninki yazgan ve başkalarının eserlerinde bu noktalar ifadelandı. Belki bu tarihçi mana şu nokta nazardan çıkıp bu Uygur devletçilik tarihini, devletçiligini fakat Turpan kılı bağlap, kocu anadın kim bu Tarım Vadisi Kaşqa mana bu rayonga Karxanlarga bağlamagan. Karxanlı o tarihçinin o nokta nazarı boyunca o bugünkü Özbek devletçilik tarihi bilen, Özbekçilik devletçilik tarihi bilen Mahmud Kaşqari ile bağlanıdı ki ama Uygurlardan ayrıldı onun düşüncesi boyunca. Elbette onun göz karışı o biz koşulmaydigan göz karaş. Ama umum noktalarında bu adam yani Özbekçi yani Özbek milli ideologiyasini asas kıygan şununla güçlük tayangan bir tarihçi bulup süptü bilen bazı göz karaşları ilmi, bazı göz karaşları yüzeki bayan kılıngan. Ama imkaniyetinin beriçe Uygurlar tarihiga, Uygurlarning umum tarihi musafasıga özünün düşüncesi, özünün bilginliği, özünün tadqiqatlari bo'yicha imkoniyatning barcha baho berishga tirishgan. Yani ijobiy nuqtadan baholagan Uyg'ur tarixining, Uyg'urlarning madaniyatga qo'shgan, insoniyat qo'shgan tuhfalariga nayt yuqori o'rinda turdiganligini uni baholagan, inkor qilmagan. Bu kishininki tarix ko'z qarashi qaragan chog'da Türk umum tarix birlik düşüncesi güçlüdür ekken, bir yaktan qaraganda, bir yaktan Özbek milli tarihi. Bugün günde Özbekistan'da Özbeklerinin tarih kelip çıkış tarihini, bugünkü Özbek milleti bulup şekilleniş umum tarihini tadqiq qildiganlar mı? Onu qandaqdır 13. əsrdeki Özbek xanının namıdan başlap Şeybaniyla, Bula bilen bağlamasından onu bir Türkiye dep, muş Özbekistan'da kadimden tatip yaşayan xalqlar, yani kadimki bu devletler miladının aldı keyinde mevcut boğan bu devletlerinin hemmisini hazırkımış Özbekistan tuprağıdaki okşaşlan bugünkü Özbek devletçilik tarihininki başlanışı şuningdek bugünkü Özbek halkınınki şekillenişideki bir menba dep qaraydı. Şu menbani hemmini birleştirdi bula. Birleştirip bugünkü Özbekler bulup şekillengen deydi. Acep o bulu diken nima üçün Qashqarning, Kuchaning, Turpanning qadimki aholileri, qadimki devletlerini kurgan şu xalqlar bugünkü Uygurlarning qindi bo'lmay o xalqlar ular ne ketipti? Osmonning bir yeri uçup ketipti mi? Demek bugünkü Uygurlarning bizning bugünkü qinimizda qadimki Kuchaliklarning yani 3. 4. 5. kurgan medeniyet kurgan qadimki Xotelliklarning yani büyük şu vaqtda Buddizm medeniyetini yaratgan qadimki Qashqa devletining, Qashqaliklarning yani şu devletlerinin tarixi hatırlangan adamları şu devletin ağaları bugün günde mana şununki qini bizning qinimizdi bu. Ular hemimiz almışıp ketken emas bular hemmisi. Mana şu ağalılar birleşip, yuğurulup, kengayip, taraqqiy qilib bugün günde bir Uygur milleti bulup şekillendik. Şunu bugünkü Uygur milletini, Uygur halkının tarixini Mongoliyaga yoki Janubiy Sibiriyaga yoki Uygurlarning vatani Sharqi Turkistondan sirtqi bir yerga bog'lab qo'yib, Sharqi Turkistondan orib o'tish to'g'ri emas. Uyg'ur demaklik Sharqi Turkistonning eng qadimiy aholisi, eng qadimdan tortib Uyg'urlarning ajdodlari bu zaminda yashagan, mush zaminda davlat qurgan, mush zaminda xandonlik hokimiyatlarni qurgan, kuchaygan shalliq madaniyatlarni yaratgan, har xil davrda davlat ismlari har xil bo'lgan, eng oxir taraqqiy qilib, jug'urilib, başka hatta nurgun kabileler onun içine sığışıp, jugurulup bugünkü günde hazırki zaman Uygurlar bulup şekillenген. Bu dünyadaki köp milletlerinin tarakkiyat, etnik tarakkiyat şekilleniş tarihi ana aşında buldu. Bundak ahvalda Uygurlar tarihini qadimki Qashqariyadan, qadimki Qashqari Uygur devletlerden, qadimki Qarxanlardan ayrı öteş to'g'ri emas. Uygur devletleri o'ttirgi asrlarda yani 840'dan keyinki 3 çoğun devlet, Qarxanlar devleti, Genso'daki yani Kengsu deymiz, şu rayondaki Uygur devleti, anikin Turpan, şu Cungariya vadillarını öz içine algan keng zimindeki 5-600 bin kvadrat kilometre zimindeki Turpan idiqutluq devleti. Elbette İslam'a itiqat qilish meselesinde, İslam'a itiqat qilish, şu Tarım Vadisi,
Asta-asta şərqə qarab sürüldü. 13-cü, 14-cü əsrdən keyin Turpan vadisidəki ahalilar, Uyğurlar İslamlaşdı. 15, 16-cı əsrə gəlgəncə davamlı qumul bu joylarga kengaydi. Kengayib umumyüzlük İslamlaşdı. Orta Asiya rayonu şunda bo'lgan. İslam bir yerdə bir qatimdil amalga oshgan emas. O qadamma-qadam kengaygan. Kengayib, rivojlanib, taraqqiy qilib, eng oxirida butun bir rayon bo'yicha İslamlaşkan. Türkiye xalqlarının İslamlaş jarayonu aşındaq jarayon. Şuna o'xshash Uyg'urlarning shu. Şuna hamda bu ayrım tema Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilish, Türkiye xalqlarının İslamlashish, ya'ni islomiy e'tiqodni uning oldida mavjud bo'lgan Budda e'tiqodiga almashtirib, rasmiy musulmon xalqiga aylanish jarayoni uzun bir jarayonlarni beshdan kechirgan. Meyli 11. yoki 14. asrga so'zilsin, Uyg'urlarning umumyuzlik holda islomni qabul qilish jarayonida umumyuzlik holda. Onun oldida bo'lsin va undan keyingi bo'lsin, har davrda Uyg'urlarning ajdodlari Sharqiy Turkistondagi insoniyatga ajoyib zo'r madaniyat tuhfalarini qo'shgan. Meyli Buddizm davridagi Uyg'urlar, Turpanni markaz qilgan Budda e'tiqodidagi Uyg'urlar bo'lsin, yoki Qarxonlar sulolasida islomni qabul qilishdan ilgirki Buddizm davridagi Qashqar davlatining Qashqarning aholisi bo'lsin, Xotanning aholisi bo'lsin, islomga kirishning oldidagi bu mushu Buddizm e'tiqodidagi insoniyatning eng buyuk madaniyatlari mana mushu rayonda paydo bo'lgan. Mana mushu rayondagi madaniyatlar taraqqiy qilib, hatto Sharqqa, Xitoy, Koreya, Yaponiya mana mushu ziminlarga bu taraqqiy qilgan, o'z ta'sirini ko'rsatgan. Singdirgan, masalan, Kumara jiva deymiz. Shuning bir tipik vakillaridan biri. Ama şunun o'xshash biz Qashqarning masalan Xuylam deymiz. Büyük ensiklopedik alimi Mahmud Qashqaridan burunqi. Mahmud Qashqari İslamiyat davridagi büyük alim bo'lsa, islomning ilgirki Buddizm davridagi Qashqardagi büyük Qashqarning alimi, ya'ni Uyg'urlarning ajdodlarining olimlarining biri Xuylam Qashqardan. U cho'ng ensiklopedik xuddi Mahmud Qashqariga o'xshash, Turkiy tillar divoniga o'xshashlar şu Xitoymuş qadimgi hindi tillarini, sanskritlarini selishtiradigan ensiklopedik xarakterdagi cho'ng asarni yozgan. Qashqardan demak ikki buyuk olim chiqqan. Ikkilisi ensiklopedik olim bo'lganda bularninki. Shunga o'xshash mayli qanday olim bo'lsin, butun mushu tarix hammamizning Uyg'ur millatining bugungi Uyg'ur millatining tarixi. Onu biz arıp o'tishga, uni parchalab o'tishga bo'lmaydi. Albatta bir-biriga etnografiylik jihatdan, jutlarning turmush urf-odatlari, til, shivs jihatdan farqlar bo'ladi. Turkiy xalqlarining shundoq, o'zbeklarning o'zidimi 90 necha urug' qabila bor ularninki. Hatto ularning rayonlar bo'yicha til, shivsida farqlandi bir-biridan. O'xshashlar bizning Uyg'urning Xotanda Xotanshi dialekti deyiladi. Lopnurda qisqa Lopnur dialekti deyiladi. Qolgan ilidan tortib Qumulg'uchi bo'lgan bu Aqsu, Qashqar bular hammasi markaziy dialekt deb 3 dialektga ayrilgan bizninki. Ammo rayonlarning ya'ni o'ziga xos ayrim qisqa shivillari bor. Lekin bizning bu Uyg'ur tilining Qumuldan tortib janubga Xotangacha bo'lgan, shimolda ili Altayligacha bo'lgan bu rayonlarda keng tarqalgan Uyg'urlarning mayli Lopnurliklar, Xotanliklar yoki boshqalar bo'lsin, hammamizning grammatikalik qurilmasi, til morfologiyasi va hammasi talaffuz asosiy jihatdan mutlaq jihatdan birdek. Qisman alaydiliklar farq bor. O millat darajasidagi farq emas. Onu ayrım yoki topluluk darajasida parchalab o'tadigan darajadagi alaydilik emas. Yoki o ayrım millatga vakillik qiladigan farqlar emas. Bu normal ahvol. Normal ahvol. Lopnurliklarning qalpig'i qirg'izga o'xshaydi. Şoň bu qirg'izlar bilan bog'lanishlik deydigan bazı odatlar qirg'izlarga o'xshaydi deb buni shu 8-asr, 9-asrda Uyg'ur orqon qag'alligi yiqilganda Uyg'urning aqsdan qo'g'lab kelib o'ltiraqlashib qolgan yoki uning oldida yashagan shu qirg'izlar bilan bog'lab shu qirg'izlar deb qaraydigan ba'zi ko'z qarashlik odamlarmi bor. Ularning endi qirg'iz qalpoqlari azroq qirg'izlarningga o'xshaydi ekan. O'xshaganlikning o'zi u hammasi qirg'izning naq qalpog'i shu degan gap emas. Onun o'xshash shaklda qalpoqlarning qadimiy turk xalqlarining nayt ko'pi kiygan undaq qalpoqlarni. Şunu bugün kunda o bir yanın nimesi oxşasılan birisi yani birisi şu deydigan hüküm yok. O Özbek alım diyendek o Lopnurliklarning şivi Qirg'iz tiliga o'xshaydi deydi. O Qirg'iz tiliga butunlay o'xshaydigan ish yo'q. Qisman so'z ba'zi bir alaydiliklar bor. O'xshab qolsa shu bo'ldigan ish yo'q. Lopnurliklar yani şu Uyg'urlarning bir
terkibi, bir türü, bir gruppisi da mundaq çıkıgan çağda Uyghur milletininki. O unchik ahvallar boludu, emmiyedi boludu. Ular ularni ayrım millet deb qarashga bo'lmaydi. Hozir bugungi kunda o'sha Xitoydimi lopnurliqlarni lopnurliqlar deb ularni ayrım bir etnografiyalik grup shaklida hozir tashviq qiladigan Uyg'uruldan parchalab qaraydigan tashviqotlar ko'payyapti. Andan keyin hozir dolalliqlar deb Dolallıqlar medeniyeti, Dolan kabilesi deb hozir bularni ha deb tashviq qilib, bularni g'ayri bir nimani yasab, g'ayri bir orda deb bir uylarni jin shaytonlarga o'xshaydigan uylarni yasab, har xil kiyimlarni kiydirib, qo'lvoqlarda haydatib Tarim daryosida bulunni. Shunday qilib bularning muzikallari bu qandaqdir Uyg'ur millatidan farqli bo'lgan, Uyg'urlar keyin singan başka bir xalqlar deb Uyg'urlardan parchalab tashviq qiladigan, ularni dolalliqlar deb maxsus ism qo'yib tashviq qiladigan narsalar hozir ko'payyapti. Xitoyda yaqindan buyon shu bu. Demak, Uyg'ur millatini parchalab etish, milliy bir gavdilik alayligini parchalab etish xohishi hozir ko'payyapti. Albatta bizning jutlar orasida farqlar bor. Burungi vaqtlarda kuchliroq bo'lgan. Chunki bo'stonliqlar orasidagi musofalar yiroq bo'lganligi uchun ba'zi bir adetleri, turmuş adetleri, yerlik adetleri de farklı şekillengen. Bu yalnız Uygurlar emas, hem milletlerde, halklarda bu ahval o. O bir milli gevdilik alaylıki tesir gösterdiğin narsa emas ularımızı. Keyinki vaqtlarda bu yurt kimlik düşüncesi asta acizlaştı. Bugünkü günde hem de Uygurlar bari kep nerede doğulgan bolsa, nerede kelgen bolsa, şu kelgen yeri bu için men palan yerlik, men palanlık deydi onu. O normal ahval, o diğerlik kandaktır ayrım milletlikten direkt vermeydi o. Burunqi vaqtlarda hem de milli ideologiya, mesela Uyghur yoki Özbek yoki boshqa namdaki milli ideologiya, milletçilik ideologiyasi umumyuzlik shakllanmaganligi uchun bu milletçilik ideologiyasi shakllanmagan ahvol ostida odamlarda ayndaq yoki diniy o'zining musulmon degan e'tiqodi bo'yicha yoki bo'lmasa u o'rtaq bo'lsa, anakin o'zining ayrim yurt alayligi bo'yicha o'zini ifodalash o normal ahvaldı. Bu emniyeti bu. Kazak, Kırgızlar birbirine kabiller arkalık ayırgandek, başka yerlik köçmen halklar. Bizlerde yurt boyunca özünü birbirinden farklandırdıgan alaylıklar var. Bula normal ahvallar. Bula ne milletin kilip çıkışının neçe xil nusxada, neçe xil jarayonlardan birleşkenligini ifadelaydigan bir amil qilib gösterişki bo'lmaydi. Elbette bu. Bu mening göz qarashim. Şuna gapning tochkisi Uygur'un tarihini Uygur halkı özü yazış gerek. Özünün Uygur alımları özü yazış gerek. Özünün tarihini özü en doğru faktlar bilen. Özününki milli düşünceleri, özünün milletiga bo'lgan en çoğunqur düşüncesi şu milletinin alımının özü tarafından boludu. Çünkü sırttan küzdüğü adam onun içki kısmını, o milletinin kurulmasını Çin noktadan hakançı bolsa çoğunqur düşünenmeydi. Her bir adam özünü özü düşündü. Xuddi her bir adam özünün üyünü, özünün ailesini, özünün ata-anasını, balalarını en yaxşı düşüngenge o'xshash bir milletinin alımlarımı, tarihçilerimi özünün milletini en çoğunqur düşündüğün adam boludu. Şunun için Uygur tarihini çokum özü yazıp çıkış gerek. Özü en mükemmel sistemlik kılıp dünyadaki tıllarda neşr qilib taqitish kerak. Türk tilida chiqarish kerak, rus tilida chiqarish kerak, ingliz tilida, yapon tilida, fransuz va boshqa german tillarida chiqarish kerak. Uyg'ur tarixchilarining, Uyg'urlarning yozgan, Uyg'ur ziyolilarining asarlari qancha ko'p chiqsa, uni boshqa millatlar, mana shu o'zbek qarindosh tarixchi olimimizga o'xshash, ular Uyg'urlarning asarlarini o'qimaganda aniq u. O'qigan bo'lsin, balkim bir ishga az asar o'qiganligi chiqib turdi. Bo'lgan bo'lsa, demek aşla okuydu. Şunun için biz özümüzün tarihimizni Uygurlar özü yazıp dünyaya çıkarışımız gerek. Şunda bo'lganda andan başkalarının, başka tarihçiler, başka milletning bizga qiziqadigan, biz haqida so'zlaydigan bilimleri için biz özümüz bilim bilen ta'minlagan bo'lamiz. Ular uningdan foydalanadi. Biz mana hozir mana mushni qilishimiz kerak. Bu Uyg'ur ziyolilaridagi mana qilishga tegishli Uyg'ur tarixchilaridagi, Uyg'ur olimlaridagi muhim bir vazifalarning birisi shu. Dunyoning cho'ng tillarida o'z millati haqidagi tarixiy, antropologiyalik va boshqa har sohadagi adabiyot yoki san'at umumjihatdan Uyg'ur millatini tushuntiradigan asarlarni, to'g'ri ilmiy asarlarni, faktlik asarlarni, albatta akademiylik saviyadik asarlarni, hali odam qabul qilinmaydigan, kishilar qabul qilmaydigan hissiyot yoki quruq
manbasiz bayonlar bilan to'lgan narsalar emas, yuqori saviyadagi xalqaro ilm saviyasidagi o'lchamga to'lgan akademik saviyalardagi ayndaq asarlarni ko'plab chiqarish kerak. Uningdan boshqalar foydalansin. Mana demak, Uyg'ur tarixi haqida bu o'zbek tarixchisi nayt atrofliq, yaxshi o'zining tushunchasi bo'yicha bayon qildi. Uningga rahmat deyish kerak. Nurg'un ko'z qarashlari to'g'ri, nurg'un ko'z qarashlari o'zbek va Uyg'urdan iborat bu ikki xalqning bir qarindosh, bir tuqqan xalq ekanligini, asli bir millat ekanligidan iborat bu faktni e'tirof qilgan, ham uni targ'ib qilgan. Bu jihatdan to'g'ri. Albatta ba'zi tarixiy yakunlar qarashlari o durust emas. Onu albatta tushunmay qolganligi yoki u jihatda materiallarni to'liq ko'rmaganligidan kelib chiqqan yoki ba'zi bir materiallarniki ko'z qarashlarning cheklanmasiga uchraganligidan kelib chiqqan. Uning uchun uningga ranjimaymiz, uning xafa bo'lmaymiz. Uningligi o'zining ishi. Shunga hamda qisqasi tarixda o'zimizning nurg'un ko'z qarashlarimizni o'zimiz shakllantirishimiz kerak. Assalomu alaykum qadrli qarindoshlar. Nabijon Tursun akamiz o'rinliq gapni qildi. Demasam o'zi bir Uyg'urlarning tarixiy kitobini yozganlik uchun shundoq Uyg'urlar o'zi yozgan tarixlar uyga chiqish kerak. Texim ko'proq tarix yozilish kerak deb degan meni maqsad qilmaydi. Ama bizmi şu tarixni yozgan, şu Nabijon Tursun akimizga o'xshash tarixchilarimizga ilgi chiqishimiz kerak. Onun hech bo'lmasa kitoblarni yozgan kitoblarni elishimiz kerak. Zal o kitap o'qimaydigan bo'lsam elish kerak. Elib o'qishimiz kerak. Elib puli yo'qlar bo'lsa uni o'qishimiz kerak. Bu kitobning keyin boshqa tillarga tarjima qilishiga yordamda bo'lishimiz kerak arkadaşlar. Endi bu Nabijon Tursun akamiz meningki shaxsiy hayotımda belki muhim rollarni o'ynagan. Ben bu to'g'riliq burunma bir shu Nabijon Tursun akamizningki to'g'riliq bir narsa so'zlaganman. Nabijon Tursun Uyg'ur tarixi degan guruhida shunlashqa o sözünü toparlasam yine bir şey yollayayım. Bu sebebimiz anlap kalsak tehi yaxşı o sözün üçün. Ben bir qarab bakay hazır egende bir akamniki aşı burun bizga qanday ta'sirlarni ko'rsatganligi to'g'riliq so'zlagan qisqacha bir so'zim bordi. Hazır qarayman, agar shu tepilib qolsa shuni birga anglab aytamiz qadrli qarindoshlar. Nabijon Tursun akamizning gapini. Shu to'g'riliq meni degan Nabijon Tursun akamiz to'g'riliq so'zlagan so'zimni men bir qarab bakay hozir inshaalloh. Agar bo'lsa men yo'l o'tim hamina. Bunu bitirish bitaydi. Endi buni shu 19 ve 11 asrdagi Uyg'ur davlatlari degan bir rus odamning yozgan bir kitap bo'lardi. Shu kitobni o'qigan ham shu vaqtda o kitobni o'qigandan keyin qaddimni qaytadan ruslagan edim. Mening yozgan inkasim uchun. Şu kitap nisbeten. Tarihi romanlarımızdan kechiringlar. Tarihi romanlarımızdan hiçbir paydasını ko'rgan odam emasman. Tushkunlik elib keladigan tragediyadan boshqa narsa emasdek bilindi mening shaxsiy ko'z qarashim. Ammo ma'lum Rus razvedchikning yozgani, ya'ni 9 ve 11 asrdagi Uyg'ur davlatlar degan 3 tane davlatni yozadi shunda. Menga boshqacha umid ato qilgan bo'lsa,
Nebijan Tursun'un Moskva xiyallarındaki yazmalar mustaqillikqa ve milli g'ururimizni tiklashga yetaklaydi. Tochka, tochka, tochka. Moskva xiyallaridan Aksaray xiyallarigacha doktor Nebijan Tursun ve Abdulaziz To'g'raq ilminin zakatini berganlar suhbati deb ben qaytadan uni shu qistirib o'qilib yo'llab qo'ygandim. Endi Nebijan Tursun akamiz to'g'riliq degan ta'rifimni tinglab boqinglar. Assalomu alaykum Nebijan aka, qanaqangiz, yaxshi obdan tutdingizmi? Topdagi barliq ustozlar hammani yaxshi tutdinglarmi? Men Istanbulda gap qilyapman. Men Abdulaziz To'g'raq. Shu bugun men Facebookda kitoblarning katalogini tuzib, ashula o'rtoqlashadigan bir qardoshimiz otdi. O'sha Istanbuldagi Gollandiyaga ketgan, Norvegiya, Gollandiyadami? Mehmet Ali deb. Shu qarindoshimiz bir kitobni paylaşıp ekan ki men shu 9-12 asrlardagi Uyg'ur davlatlari degan kitobni tunji qatim chiqqanda, tunji basmasi chiqqan vaqtida shu Urumchida Xinhua kitobxonasida shu Yan yo'lida besyapti Ma'rif nazoratining qishida, dehqonchilik nazoratining qarish tarafida. Undan keyin shu Shibilu deb bir yer bor. Shu yerda bir sifatdan do'stlik bekitadigan taraf. Ben şu yerden elip, Şibilu'daki Xinhua kitapxonasini elip, tunji basması ekan hamda bu kitap satgan adamlar shu chaqda shunda hushyor turibdi. Bu kitobni darhol elib oling, o'qib oling. Buni yig'ib etish ehtimolligi bor debchi. Statida men shu birinchi qo'lni elib, shuni o'qib ekanman. O kitobni o'qib, shu asrlarda hamda 9-asrdan 12-asrgacha oralig'da 3 Uyg'ur xandonligi, Uyg'ur davlatininki teng mavjud bo'lib turganligi. Kangsu Uyg'ur xandonligi, Qo'ji Uyg'ur xandonligi, undan keyin Qaraxonlar. Ash to'g'riliq so'zlab, undan keyin hatto Uyg'urlarninki shunday kuchli bo'lib, shu vaqtdagi Xitoylarninki sulolalariga, xandonliqlariga urush yengilgandan keyin kuchli qudrat bo'lgandan keyin shularga boj topshirgan. Hatto shu bojni o'tab bo'lolmay, bular shu nima? Nayt yuqori sifatlik otlarninki, undan keyin yipaklarni shunda boj konuda o'taydi ekan bizning xandonliqlarimiz uchun. Ash to'g'riliq ma'lumotlarni anglab, o'qib, nihoyatda xush bo'lgandim. Shunda bir xil tarixiy romanlarimizni o'qib, ishchilarimiz o'tib ketdi-da, u yerdagi mening hayotim Nebijan akamiz yozganga o'xshash. Nodonlikninki, xoinlikninki, undan keyin do'tlik, taslimiyatchilik, qulluqninki nimasidan qutulanmay ishkenjisidanchi o'zimiz balog'at tutib berganligimiz. Uni ularla tugab qolmay, bu avlodlarimiz keyingicha ajdodlarninki xoinligidan, nodonligidan bedelini keyingilar ham shu davlatdagilar o'taydi ekan-da endi bu. Shunga shu biz agar davlatimizni qurgan taqdirda manguga insoniyat tarixi shu nodonlik bilan kurash qilish bilan. Bu nodonlik bilan kurash mangu tugamaydi ekanda. Shunga biz har zaman o'zimizni yangilab turishimiz kerak ekan. Men ash kitoblarni, tarixiy romanlarni o'qib shunda tushkunlashib ketgan vaqtlarimda kim bu Sovet Sosyalistik Cumhuriyeti Respublikası'nın ya parçalandı. Ondan keyin bu Tangritog jurnali deyman, shu jurnallarda
Biz Nebijan Tursun akamizningki Moskva xiyallari degan maqolalarini o'qishga boshladik, e'lon qilinishga boshladi. Shu vaqtlarda mana milliy ruhni uyg'otish, ya'ni shu 90-yil o'yini. Oliy maktablarda leksiyalar, ustozlarni taklif qilib, oliy maktabda leksiya bergizish, undan keyin milliy ruhni barpo qilish. Hamma yerda shu qaynam tashqinliqqa cho'mib ketgan bir mezgilida. Biz shu baxtli ekanmiz, shu vaqtlarni ko'ryapti ekanmiz. O chog'da shpigirablar ba vaqtlari, ammo lekin copy machine degan narsalar chiqqan vaqtlar, uni shu o kitobni setib olish biroz qimmat bo'lg'achqa, bizlar shuni ko'paytib maqolani har qatam chiqqan maqolalarni men hatta shu ko'paytib shu men sanoat institutida o'qiyotdim. Mush do'stlik tarafdagi nimasi emas, ma'laqi Nongda tarafdagi yezigilik shu yerim tarafdagi 7-yo'lniki maqaytidagi do'stlik tarafdagi emas. Ash tarafda bizningki yatoqlama ham o'qish binomizmi? Men shu qurilish fakultetida o'qigan. 92-yil maktabga ketdim, 96 bitirdim. Men shu vaqtda shu sinfliga shu kechlikda soat 8 dan 10gacha shunday kechlik o'rganish bo'ladi. Shu vaqtda men chiqib sinfning boshlig'i kim, o'rganish boshlig'i kim deb chaqirib chiqib, qo'llariga meni mana ukam o'zingiz o'qing, ballig'im o'qiting, o'qib bering deb ishda taqat qildim. Yamanbek bizga bu Nebijan akamizningki shu maqolalardagi masalan biz vatandagi bo'lgan voqealiklar, tarix romanlarni tushunib ketgan bo'lsak, Moskva xallarını o'qigan vaqtimizda qaytadan bir uyg'unutdik. Qandoq qilib shu bir pay o'qma atmay, shunda qudratlik Sovet ittifoqiniki bayrog'iniki tushirilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim degan misollarni o'qigan chog'da ko'zlarimizga yosh kelgandi. Bizga ham bir mustaqillik umid bor ekan deb shu qattiq g'ururlangandik. Hatto Qozog'istondagi Sovet ittifoqining muhim yerlarida mayli Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, Ashiyadagi Uyg'ur olimlari, harbiy qo'mondonlar atom bombasini yasaydigan yerlardan tortib, shu dengiz osti kemalarini tortib, nurg'un yerlarda undagi shu san'at sohasida nurg'un xizmatlarni ko'rsatgan kishilarninki adabiyotdan tortib shu har xil sohalardagi olimlarimizni tanishtirib, hatto Navoiyningmi boshqalarga Uyg'urlar haqida qanday yaxshi ta'sirlarni berganligini to'g'riliq ma'lumotlarni o'qigandan keyin shundoq bir ruhimni kutibdi endi shu. Shu sababdan bugunmi men shu 9-12 asrdagi Uyg'ur davlatining kitobdan olgan ta'sirotlarim va shu Nebijan Tursun akamizningki maqolalarini olgan ta'sirotlarimni qisqachalanib nima qilib Facebookda yo'llanmani yo'lladim. Undan keyin yana Nebijan akamiz vaqtida İstanbulga Uyg'ur akademiyasini ziyorat kelgan vaqtida o'ziniki uydagilar ko'rishgan vaqtlarida shularni bilan men ko'rishishga dardlashishga muyassar bo'ldim. Allohga xizmatida bo'lishga nasib qildi. Nebijan akamizni bek yaxshi ko'ramiz endi shu. Shu vaqtda shu fursatdan foydalanib, sirtilab deb qayg'iyotgan mezgilda shu ilmiy nizokatni berganlar degan bir programmani qilib olgandik. Bu shu vaqtda bilan ait yaxshi boshqa doktor bolalarni chaqirib qilgan o bolalarning ba'zilari hozir Angliyada, ba'zilari boshqa yerda degandek shu. Yaxshi bir ishni qilyapti ekanmiz. Shu xotirni qaytadan yana o'rtoqlashib qo'ydim. Bo'lsa boshdan oyoq anglab chiqsanglar. Nebijan akamninki eliqi ta'sir doirasi o chet elda bekchiq bilmaydi haqchu. Nebijan akamni qadin bilmaydi.
kitaplarını algan bilen okuyduğanlık açık onu bilmeyme. Ama lekin bizning iqtisodimiz bo'lmagan taqdirdami, kitobini ololmagan taqdirdami, lekin Nevijan Tursun akamizning qilgan xizmatining naqadar muhim ekanligini, ama 10 tomlik kitobni yozdi, bu kitobni yozmagan taqdirdami, vatanda xalqning qalbi qanchalik umid chirig'ini yoqqanligi ma'lum hamda-chu. Addisi men shuni guvoh. Mush programdami shuni ishlab, shuni so'rab qilib qo'ydik. Ustozlarniki vaqt chiqarib bir anglab qo'yishni umid qilaman. Shunga Nebijan Tursun akamizga rahmat aytamiz. Allohga sog' salomat qilsin, umrini uzun qilsin. Yaqinda turkcha kitobi chiqmoqchi ekan. Bizce xizmat qilib bulamadık. Lekin inşallah özümüzün tarixini, özümüzün tarixçilerinin kuludan okuş nayeti muhim. Hem başkalarımı her vakit şu özümüzün tarixini yazan kitaplarını birinci mənbə qilib işlese texmi yaxşı olurdu. Rahmet aka həmmeyləndeki vaxtını etib qoydum. Allah'ın özgü emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şu nadallıkның ki derdini çıktı atımız. Nevijan kam degende hazır mı tatvatımız, bundaki mi tatimiz hem şu. Nadallıktan kurtuluşumuz gerek. Birinci düşmanımız bu nadallık bizimki. Hoş, Allah'a emanet. Assalamu Aleyküm. WhatsApp'taki gapni tinchlik. Mening qo'shimcha degan gapni tinchlik. Endi qaytadan o'sha Nebijan kamninki o'zininki so'zlagan so'zini bir qayta tinchib aytaylik, qadrli qarindoshlar. Shuning bilan bugungi ulab tadbiriyninki ulab anlatışını bir şeydi. Bu 26 minut 57 sekundga qayta bir tinchib yapaqlar, qadrli do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar, menlarning bu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Albatta yuqoridagi videoni bu o'zbek tarixchisininki Uyg'ur tarixi haqida so'zlagan bayonlarni tafsil o'qib anglab chiqdim. Tafsil angladim. Nayt qiziqarli so'zlabdi albatta. Albatta nurg'un tarixiy masalalar Uyg'ur davlatlari tarixdagi onunğa bo'lgan ko'z qarashi, onunğa bo'lgan tushunchasi albatta uning o'ziga tabi. O'zining ko'z qarashi, o'zining tushunchasi. Biz albatta onun göz qarashini, onun özünün düşüncesini, xata taraflarını biz qabul qilmagan taraflarını, yani şu tarixshunoslik ilmi bo'yicha, yani şu davr tarix tadqiqoti bo'yicha shuni o'rganib turib, shuni ilmiy shaklda yakunlab turib, ham tarixiy manbalar va boshqa nuqtalardan qarab turib, uning ba'zi qarashlarining to'g'ri emasligini albatta deymiz. To'g'ri taraflarini qabul qilamiz. Albatta uning ko'z qarashlarining nurg'un to'g'ri taraflari bor. Albatta bazı yüzaki tarafları var. Hem de şu xalqaro tarixshunoslik ilmida Uyg'ur tarixiga oid, Sharq Turkiston tarixiga oid masalalardagi o'xshamagan ba'zi ko'z qarashlarmi, nuqta nazarlarmi uning ko'z qarashiga singan. Albatta buningdagi ba'zi ko'z qarashlar bilinib turadi. Turk tarixchilarida mavjud bo'lgan ko'z qarashlar uningga singan. Albatta yana rus tarixchilaridagi ba'zi ko'z qarashlar singan. Hatta Avrupa tarixçilərində mövcud olan bəzi göz qarashlar onunki göz qarashlarında ifadelangan. Ondan keyin yəni bolubmu o özbek tarixçisi, yəni özbek buluş sübütü bilan onun sözləyən sözlərinin həmmi tonudan yəni özbek milli ideologiyası, yəni Özbekistan, özbek milli ideologiyası, özbek milletidən ibarət çoğ şu milletinin Orta Asiyadakı bir yetekçi milletlik, yetekçi xalqlıq şu nokta nazarından çıxış qılıbatqanlığı ham bilinib turdu. Mesela onun göz qaraşı bo'yicha Uyg'urlarning tarixi, Uyg'urlar faqat şu 13. asrdan keyingi davrni Uyg'ur tarixidan umuman arib tashlab o'tadi. O, yana birisi o Uyg'urlarning tarixini taki şu Orxon vadisidan tatib taki Turpangacha bo'lgan Muşu Qo'cho Uyg'ur xalqligi Turpan Uyg'ur idiqutligigacha bog'lab shuning bilan oxirlashtirdi. Hem Uyg'urlarninki bu tarixiy tarqalish chegarasini faqat ana shu Turpan vadisigacha bog'laydi. Undan keyingi bu bepoyon tarim vadilari, keng tarim,
yana bu Kuchadan tatib bu Aqsoğuchi bo'lgan joylar, Tarim atrofidagi Qashqar, Xotan, mana mushu keng zimindagi Tangri tog'larining janubidan iborat mush keng zimindagi Uyg'urlarning tarixini, ya'ni mayli Qarxonlar sulolasi bo'lsin va uning oldidagi Uyg'ur qag'alligining bu zimingacha bo'lgan ta'siri bo'lsin va uning oldidagi bu Qashqar va bu joylarda mavjud bo'lgan xotellarda mavjud bo'lgan Kuchar, mushu Tarim vodiysining shimoliy girvaklarida mavjud bo'lgan qadimgi davlatlarning bu bugungi Uyg'ur millatininki asli etnik manbasi bilan bog'lanishliq ekanligidan iborat bu nuqta nazarlarni, bu ko'z qarashlarni chatga qiqib o'tadi. Ya'ni uning qarashi bo'yicha olganda Uyg'urlarning bu Tarim vodiysidan iborat Qashqariyadan iborat mush keng zaminga mush joy bilan hech qanday bir tarixiy bog'lanish yo'q. Faqat bu keyingi vaqtlarda 20-asrlarda Uyg'ur degan nomning mushu millatning beshiga nomning kaydirilishi bilan qo'yilishi bilan bu joydagi xalqlar Uyg'ur bo'lib qolgan, bo'lmasa bu Uyg'ur emasdi degan mushu nuqta nazar gavdalandi. Albatta bu ko'z qarash yaqinqi vaqtlardan Xitoylar bu ko'z qarashni nayt kuchlantiryapti. Uyg'urlar 840dan keyin mushu Tarim vodiysiga, Turpan atrofiga ko'chib kelgan. Ondan ilgari bu joyda bu Şinjan'da Uyg'urlar yo'q edi. Uyg'urlar Şinjan'a ko'chib kelgan xalq, bu xalqning bu zimin bilan hech qanday igdorchilik huquqi yo'q. Asli Şinjan'da eng qadimgi yashagan aholi Xanzolar, Turpandagi mush eng qadimgi aholilar. Xanzolar bu yerda 5-asrlarda Gauchang, ya'ni Qo'jo davlati deb davlat qurgan. Xotan hatta Xanzolarninki eng qadimiy shakllangan rayonlarining biri. Mana butun Şinjan asli milodining oldidan tortiblam Jo'movang hatta qadimgi rivoyatlar shundan tortib mush Xanzo millati bilan bog'lanishlik zimin. Uyg'ur degan bu xalq 9-asrda Mong'oliyadan ko'chib kelgan degan ko'z qarashni hozir Xitoylar hadab targ'ib qilib kuchaytirib targ'ib qilyapti. 80-yillarda albatta tarixshunoslik sohasida mushu masalada talash tortish bo'lgan. Ya'ni Uyg'urlar 840da Mong'oliyadan ko'chib kelib Şinjan'da paydo bo'lgan xalqmi yoki uning oldida qadimdan tortibmi Şinjan'da bormidi degan masala haqida 80-yillarda Xitoy tarixchilari Uyg'ur tarixchilari orasida cho'ng talash tortish bo'lgan. Bu talash tortish albatta Yevropadagi g'arblik tarixshunoslar orasidan bor. 19-asrdagi ba'zi tarixchilar, 20-asrning boshlaridagi bir qism Yevropa tarixchilarida, shuningdek rus tarixchilari orasidan bor bu ko'z qarash. Ammo Sovet Rus tarixchilari orasida masalan Bernishtam degan tarixchilar 40-yillardan bu ko'z qarashni inkor qilib o'tgan ma'lumotlar. Qadimgi Sharqiy Turkistonning Qashqariyaning mushu eng qadimiy shaharlar, qadimgi madaniyat mushlarning hammasi Uyg'ur xalqining madaniyati degan. Masalan, Bernishtamning ko'z qarashi bo'yicha olganda Uyg'ur bugungi Uyg'ur xalqining shakllanish tarixi Mong'oliya, Selinga vodillari, Sharqiy Turkiston, Yettisu mush O'rta Osiyo mushu keng zimin Mong'oliya. Mushu keng ziminda shakllangan, kengaygan, taraqqiy qilgan 4 yo'nalish bo'yicha bugungi Uyg'ur bo'lib shakllangan deydi. Uyg'urning manbasini hargiz bir joyga cheklab qo'ymaydi. Uning qarashi bo'yicha olganda Sharqiy Turkiston qadimdan tortibla Uyg'urlar qabilalari shakllangan, paydo bo'lgan, rivojlangan bir rayon deydi. Ya'ni keyingi hisobda bu Sharqiy Turkiston qadimgi shahar davlatlari milodining oldi keyindiki mushu rayondagi madaniyatlar, mushu rayondagi xalqlar keyingi vaqtlardagi umumiy Uyg'ur xalqining ichiga singib ketgan. Shu xalqlar asosida bugungi zamon Uyg'urlar taraqqiy qilib shakllangan degan bir ko'z qarash bor dunyoda albatta. Buni shu Sovet tarixchilari qo'llagan ko'z qarash bu. Endi bu Qarxonlar tarix masalasi kelganda Qarxonlar sulolasining qurg'uchi xalq zaten qabila qaysi deganda tarixchilar orasida talash tortish bor. Ko'pincha turk tarixchilari buni bu Uyg'ur qabilasiga Uyg'urlardan orib qaraydi. Ba'zilar Qarluq deydi, qurgan deydi, ba'zilar Yag'milar deydi, ba'zilar Chigil qabilalari qurgan deydi. Ashundaq talash tortishlar bilan bu bir talash tortish bor. Shuningdek yana o'xshashlar dunyo tarixshunoslari orasida hatto bir qism Xitoy tarixchilari hatto Veliang Tao deydi, ba'zi Xitoy tarixchilari Qarxonlar sulolasini Uyg'urlar qurgan deb ataydi ular. Ularning Uyg'urlar qurgan deb atishidagi sabab Qarxonlar sulolasini. U Qarxonlar tarixini 80-yillarda Veliang Tao qatorli Xitoy tarixchilari bu Türk xalqining tarixi nuqtasidan ayirib chiqib, Jungoning tarixidagi
bir sulolalarning birisi qatorida yezishimiz kerak deydigan ideyani o'ttirib qo'ygan. Shu nuqta nazardan chiqish qilgan. Mayli qanday bo'lmasin, Xitoy tarixchilarining xili bir qismi Qaraxonlar sulolasini Uyg'urlar qurgan 840-yilda Uyg'urlar ko'chib kelishining oldidan bu Turpan, Tarim vodillarida Qanqil qabilalari va boshqa Uyg'ur qabilalari bu yerda yashagan 3-4 asrlarda deydigan ko'z qarash 49'ning oldiki ba'zi Xitoy tarixchilaridami bor bu ko'z qarash. Albatta ulardagi bu ko'z qarashning shakllanishida dunyodagi tarixchilar orasida mavjud bo'lgan ko'z qarashlarning ta'siriga uchragan endi bular. Buni talash tortish qilib, oxiri Xitoylarning 840dan keyin ko'chib kelgan Uyg'urlar degan gaplar besiqib qolgan. Andan keyin Uyg'urlardan Turg'un Almas va boshqa Uyg'ur tarixchilarimiz 80-yillarda Ibrohim Muti va boshqa ko'plagan tarixchilarmi bu safga qo'shilib Uyg'urlar qadimdan tortib Sharq Turkistonda yashagan Tarim, Mushili Jungar vodillarining sharq tarafdagi bu rayonlarning qadimi olis shu Uyg'urlar shuningdan shakllangan Mongoliyadagi Uyg'ur Orxon qag'alligining sharqiy bu asosli poytaxt qismidagi olilar qabilalar ko'chib kelib vayron bo'lgandigan xalq. Bu asli qarindoshlari bilan birlashdi. Uyg'urlarning asosiy qismi Sharqiy Turkistonda shu vaqtida Tarim vodillari, shimoldagi Ilining sharqidagi rayonlar, Turpan, mushu zaminlarda Uyg'urning asosiy qismi bor bu yerda. Az qismi kelib, ko'p qismining ichiga qo'shildi deydi. Qo'shilib, oxirida Uyg'urlar bu joyda Turpan Idiqut davlatini qurdi. Bu davlat amaliyotda bu Mongoliyani markaz qilgan, ya'ni shu hozirgi Qorabog'istonning shu vaqtdagi poytaxt qilgan Uyg'ur Orxon qag'alligining davomi. O qandaqda yangidan qurilgan davlat emas, shuning davomi. Hammasini qo'shganda 500 necha yillik bir musofirni boshdan kechirgan bir davlat deydigan bir qarashimiz bor. Albatta, shaxsan men shunday qarayman. Bu ko'chgan qabilalar asli Qashqar rayonlarida bor, burunqi boshqa Turkiya qabilalar, ya'ni Uyg'urlarning shu 9 qabilasining tarkibiga kirdigan shu qabilalar, yag'malar va boshqalar bu joyda Andın Qaraxonlar sulolasini tashkil qildi. Qaraxonlar sulolasi mo Tokkuda qurilib qolgan sulola emas. Mening ko'z qarashim bo'yicha olganda bu Qashqariya davlati, Qashqar davlati milodining oldingi 2-asrlardan tortiblan bor. Xitoylar buni Shuli davlati, Suluq davlati, Suli, ya'ni turkiy so'zga yaqin bo'lgan Suluq degan so'zdan kelib chiqqan degan ko'z qarash bor. Shuning qurilgan davlat deydi bu. Davlat Taki mush Qaraxonlar sulalası qurulguchi bo'lgan oraliqda shu davlat bor, shu hokimiyat bor. Ular buddizmga e'tiqod qilgan davlat edi. Bu davlat davomlashdi, uzun asrlar uning xollari bor. Keyingi vaqtlarda bu davlat mana ko'chib kelgan boshqa yaylaq qabilalari bilan birlashib, bu hokimiyat yangidan gullanib, oxirgi hisobda bu xalq islomni qabul qilgan davlatga aylandi. Oxirida bu Qaraxonlar sulalasi bo'lib, oxiri kuchaydi, taraqqiy qildi. Asli Qashqarni markaz qilgan Qaraxonlar sulalasining asli markazi, asli asosiy, ya'ni milodining oldingi yillarda, asrlarda mavjud bo'lgan, 1000 yillargacha davomlashgan Qashqardagi shu xonlik, hokimiyat, davlat shu Qaraxonlar sulalasiga asos bo'lgan. Bu shaxsan mening ko'z qarashim. Mana bularning hammasi Uyg'ur nuqta nazaridan olgan chog'da bular shu bugungi bizning Uyg'urlarning ajdodlari. Ular boshqa bir xalqlarning ajdodi emas, ya qozoqlarning yoki bizning sharqimizdagi boshqa turkiy xalqlarning ajdodi emas. Bugungi kunda ularga yildiz bo'yicha olganda ular bilan biz qarindosh, hammamiz turkiy qarindosh, lekin bugungi nuqtadan olgan chog'da bu rayondagi aholilar, Uyg'urlar shu manbalardan shakllangan, rivojlangan, keng zaminda birlashgan, yo'g'rilgan bugungi kundagi zamonaviy bir millat bo'lib shakllangan. Shuning uchun bu Tarim vodisidagi aholilarni Uyg'urlardan ayirib o'tish, Uyg'urdan ayirib qarash, Qashqarliklarni Uyg'urdan ayirib o'tish, Kucha, Turpan bu rayondagilarni o'zaro bir-biridan ayirib o'tish bu to'g'ri ko'z qarash emas. Endi bu tarixchilar orasida, Turkiya tarixchilari va boshqa bir qism tarixchilar orasida Qaraxonlar sulolasini Uyg'urlar qurmagan, Qaraxonlar sulolasini bu umumiy turk davlati degan ko'z qarash nihoyat kuchli. Reshat Genç bu deganlarninki yozgan va boshqalarning asarlarida bu nuqtalar ifodalanadi. Belki bu tarixchi mana shu nuqta nazardan chiqib bu Uyg'ur davlatchiligini faqat Turpan qilib bog'lab, Xo'ju anadan keyin bu Tarim vodisi Qashqar mana bu rayonga Qaraxonlarga bog'lamagan. Qaraxonlar o tarixchining nuqta nazari bo'yicha olganda o bugungi o'zbek davlatchilik tarixi bilan, o'zbekchilik davlatchilik tarixi bilan Mahmud Qashqariylar bog'lanadiki,
Ama Uygurlardan ayrıldı onun düşüncesi bu içağında. Elbette onun göz karışı o biz koşulmaydigan göz karaş. Ama umum noktalarında bu adam yani Özbekçi yani Özbek milli ideologiyasini asas kıygan şununla güçlük tayangan bir tarihçi bulup süptü bilen bazı göz karışları ilmi, bazı göz karışları yüzeki bayan kılıngan. Ama imkaniyetinin beriçe Uygurlar tarihiga, Uygurlarning umumiy tarixiy musofasiga o'zining tushunchasi, o'zining bilginligi, o'zining tadqiqotlari bo'yicha imkoniyatning barcha baho berishga tirishgan baholagan Uyg'ur tarixining Uyg'urlarning madaniyatga qo'shgan, insoniyat qo'shgan tuhfalariga nayt yuqori o'rinda turganligini uni baholagan, inkor qilmagan. Bu kishiningki tarix ko'z qarashi qaragan chaqda turk umumiy tarix birlik tushunchasi kuchliroq ekan. Bir yaxtın qaraganda, bir yaxtın Özbek milli tarixi. Bugün gündə Özbekistan'da Özbeklərinin tarix kelib çıxış tarixini, bugünkü Özbek milleti bolup şəkilleniş umum tarixini tədqiq qıldığanlarmı? Onu qandaqdır 13-cü əsrdəki Özbek xanının namıdan başlap Şeybaniyla, Bula bilan bağlamasdan onu bir Türkiye dep, muş Özbekistan'da qədimdən tatib yaşayan xalqlar, yəni qədimki bu dövlətlər miladinin aldı keyində mövcud bolğan bu dövlətlərin hamısını hazırkımış Özbekistan tuprağıdaki oxşaşlan bugünkü Özbek dövlətçilik tarixininki başlanışı şuningdek bugünkü Özbek xalqınınki şəkillenişideki bir mənbə deb qaraydı. Şu mənbəni həmmini birləşdirdi bula. Birləşdirib bugünkü Özbeklər olub şəkillənən deyil. Acab o buladı ikən nima üçün Qashqarning, Kuchaning, Turpanning qadimki aholiləri, qadimki dövlətlərini qurgan şu xalqlar bugünkü Uyg'urlarning qindi bo'lmay o xalqlar ular ne ketibdi? Osmonning bir yeri uchib ketibdimi? Demak, bugünkü Uyg'urlarning bizning bugungi qinimizda qadimki kuchaliqlarning, yana 3-cü, 4-cü, 5-ci əsrlərdə dövlət Müşahede, muşu gapni pek isildi de Nebican kam ağzınızda ne var Nebican aka. Allah razı olsun. Müşahede kayıt bitirmiş batla kadarlı kardeşler. günde mana şununki qini bizning qinimizdi bu. Onun göz karışı o biz koşulmaydigan göz karaş. Başka yaylak kabileleri bilen birleşip bu hakimiyet yeniden güllenip ahir hesapta bu halk İslam'ını kabul kıygan devletke aylandı. Ahırda bu Qarxanlar sulalisi olup ahırı küçeydi, terakki kıldı. Asli Qashqarni merkez kıygan Qarxanlar sulalisinin asli merkezi, asli asası yani miladinin oldingi yıllarda, əsrlərdə mevcut bolğan, 1000 yıllarca davamlaşkan Qashqardaki şu xanlıq, hakimiyet, devlet şu Qarxanlar sulalisiga asas bolğan. Bu şəxsən mening göz qarışım. Mana bularning hammasi Uyğur nöqtə nəzərindən alğan çağda bular şu bugünkü bizning Uyğurlarning əcdadları. Ular başka bir xalqlarning əcdadı emas, ya Qazaqlarning yoki bizning sharqimizdagi başka Türkiye xalqlarning əcdadı emas. Bugünkü ularga yıldız bo'yicha olganda ular bilan biz qarindosh, hammamiz Türkiye qarindosh, lekin bugünkü nöqtədən alğan çağda bu rayondagi aholi Uyg'urlar shu manbalardan shakllangan, rivojlangan, keng zaminlik birlashgan, yo'g'rilgan bugungi kundagi zamonaviy bir millat bo'lib shakllangan. Shuning uchun bu tarix vodisidagi aholilarni Uyg'urlardan ayirib o'tish, Uyg'urdan ayirib qarash, Qashqarliklarni Uyg'urdan ayirib o'tish, Kucha, Turpan bu rayondagilarni o'zaro bir-biridan ayirib o'tish bu to'g'ri ko'z qarash emas. Endi bu tarixchilar arasida, Türkiye tarixchilari va boshqa bir qism tarixchilar arasida Qarxanlar sulalisini Uyg'urlar qurmagan, Qarxanlar sulalisini bu umumiy Türk davlati degan ko'z qarash nihoyat kuchli. Asha Reshad Ganch bu deganlarninki yozgan va boshqalarning asarlarida bu nuqtalar ifodalanadi. Belki bu tarixchi mana shu nuqta nazardan chiqib bu Uyg'ur davlatchilik tarixini, davlatchiligini faqat Turpan'la bağlap, Xo'ja anadan keyin bu tarix vodisi Qashqar mana bu rayonga Qarxanlarga bağlamagan. Qarxanlar o tarixchining o nuqta nazari bo'yicha olganda, o bugünkü Özbek davlatchilik tarixi bilan, Özbekchilik davlatchilik tarixi bilan Mahmud Qashqariylar bağlanadi-ki, ama Uyg'urlardan ayrıldı onun düşüncesi bo'yicha olganda. Albatta onun göz qarışı o biz qo'shilmaydigan göz qarash. Ama umum nuqtadan olganda bu adam yani Özbekçi yani Özbek milli ideologiyasini asas kıygan şununla güçlük tayangan bir tarixçi bolup süptü bilen bazı göz qarashları ilmi, bazı göz qarashları yüzeki bayan kılıngan. Ama
imkoniyatning bericha Uyg'urlar tarixiga, Uyg'urlarning umumiy tarixiy musofasiga o'zining tushunchasi, o'zining bilginligi, o'zining tadqiqotlari bo'yicha imkoniyatning barcha baho berishga tirishgan. Ya'ni ijobiy nuqtadan baholagan Uyg'ur tarixining, Uyg'urlarning madaniyatga qo'shgan, insoniyat qo'shgan tuhfalariga nayt yuqori o'rinda turganligini uni baholagan, inkor qilmagan. Bu kishiningki tarix ko'z qarashi qaragan chaqda turk umumiy tarix birlik tushunchasi kuchliroq ekan. Bir yoqdan qaraganda, bir yoqdan o'zbek milliy tarixi. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zbeklarning tarix kelib chiqish tarixini, bugungi o'zbek millati bo'lib shakllanish umumiy tarixini tadqiq qilganlarmi? Uni qandaqdir 13-asrdagi o'zbek xonning nomidan boshlab Shayboniylar bular bilan bog'lamasdan uni bir turkimi deb mush O'zbekistonda qadimdan tatib yashagan xalqlar, ya'ni qadimgi bu davlatlar milodining oldi keyinda mavjud bo'lgan bu davlatlarning hammasini hozirgi O'zbekiston tuprog'idagi o'xshashlan bugungi o'zbek davlatchilik tarixininki boshlanishi, shuningdek bugungi o'zbek xalqininki shakllanishidagi bir manba deb qaraydi. Şu manbani hammani birlashtirdi bular. Birlashtirib bugungi o'zbeklar bo'lib shakllangan deydi. Ajab u bo'ladi ekan, nima uchun Qashqarning, Kuchaning, Turpanning qadimgi aholilari, qadimgi davlatlarni qurgan shu xalqlar bugungi Uyg'urlarning qindi bo'lmay u xalqlar, ular ne ketibdi? Osmonning bir yeri uchib ketibdimi? Demak, bugungi Uyg'urlarning bizning bugungi qinimizda qadimgi Kuchaliqlarning, ya'ni 3-4, 5-asrlarda davlat qurgan, madaniyat qurgan qadimgi xo'talliklarning, ya'ni buyuk shu vaqtda buddizm madaniyatini yaratgan qadimgi Qashqarning umumiy tarixiy musofasiga o'zining tushunchasi, o'zining bilginligi, o'zining tadqiqotlari bo'yicha imkoniyatning barcha baho berishga tirishgan. Ya'ni ijobiy nuqtadan baholagan Uyg'ur tarixining, Uyg'urlarning madaniyatga qo'shgan, insoniyat qo'shgan tuhfalariga nayt yuqori o'rinda turganligini uni baholagan, inkor qilmagan. Bu kishiningki tarix ko'z qarashi qaragan chaqda turk umumiy tarix birlik tushunchasi kuchliroq ekan. Bir yoqdan qaraganda, bir yoqdan o'zbek milliy tarixi. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zbeklarning tarix kelib chiqish tarixini, bugungi o'zbek millati bo'lib shakllanish umumiy tarixini tadqiq qilganlarmi? Uni qandaqdir 13-asrdagi o'zbek xonning nomidan boshlab Shayboniylar bular bilan bog'lamasdan uni bir turkimi deb mush O'zbekistonda qadimdan tatib yashagan xalqlar, ya'ni qadimgi bu davlatlar milodining oldi keyinda mavjud bo'lgan bu davlatlarning hammasini hozirgi O'zbekiston tuprog'idagi o'xshashlan bugungi o'zbek davlatchilik tarixininki boshlanishi, shuningdek bugungi o'zbek xalqininki shakllanishidagi bir manba deb qaraydi. Şu manbani hammani birlashtirdi bular. Birlashtirib bugungi o'zbeklar bo'lib shakllangan deydi. Ajab u bo'ladi ekan, nima uchun Qashqarning, Kuchaning, Turpanning qadimgi aholilari, qadimgi davlatlarni qurgan shu xalqlar bugungi Uyg'urlarning qindi bo'lmay u xalqlar, ular ne ketibdi? Osmonning bir yeri uchib ketibdimi? Demak, bugungi Uyg'urlarning bizning bugungi qinimizda qadimgi Kuchaliqlarning, ya'ni 3-4, 5-asrlarda davlat qurgan, madaniyat qurgan qadimgi xo'talliklarning, ya'ni buyuk shu vaqtda buddizm madaniyatini yaratgan qadimgi Qashqar davlatining, Qashqarliqlarning, ya'ni shu davlatlarning tarixi xotirlangan odamlari, shu davlatning aholilari bugungi kunda mana shuningki qini bizning qinimizda bor. Ular hammasi olmushib ketgan emas, bular hammasi. Mana shu aholilar birlashib, yo'g'rilib, kengayib, taraqqiy qilib bugungi kunda bir Uyg'ur millati bo'lib millat bo'lib shakllandik. Shunga bugungi Uyg'ur millatini, Uyg'ur xalqining tarixini Mongoliyaga yoki Janubiy Sibiriyaga yoki Uyg'urlarning vatani Sharqi Turkistondan sirtqi bir yerga bog'lab qo'yib, Sharqi Turkistondan orib o'tish to'g'ri emas. Uyg'ur demaklik Sharqi Turkistonning eng qadimiy aholisi, eng qadimdan Uyg'urlarning ajdodlari bu zaminda yashagan, mush zaminda davlat qurgan, mush zaminda xandonlik hokimiyatlarni qurgan, kuchaygan shonliq madaniyatlarni yaratgan, har xil davrda davlat ismlari har xil bo'lgan, eng oxir taraqqiy qilib, jug'urilib, boshqa hatto nurg'un qabilalar uning ichiga singishib, jug'urilib bugungi kunda hozirgi zamon Uyg'urlar bo'lib shakllangan. Bu dünyadaki köp milletlerinin taraqqiyat, etnik taraqqiyat şekliniş tarihi ana aşında buldu. Bundak ahvalda Uygurlar tarihini qadimki Qashqariyadan, qadimki Qashqari Uygur devletlerden, qadimki Qarxanlardan ayrı bitiş to'g'ri emas. Uygur devletleri
asrlarda, ya'ni 840dan keyingi 3 cho'ng davlat, Qarxonlar davlati, Genjodagi, Gensudagi, ya'ni Kengsu deymiz, shu rayondagi Uyg'ur davlati, anikin Turpan, shu Jung'ariya vodillarini o'z ichiga olgan keng zimindagi 5-600 ming kvadrat kilometr zimindagi Turpan idiqutli davlati. Albatta, islomga e'tiqod qilish masalasida, islomga e'tiqod qilish shu Tarim vodisi asta-asta sharqqa qarab surildi. 13-14 asrdan keyin Turpan vodisidagi aholilar, Uyg'urlar islomlashdi. 15-16 asrga kelgancha davomli qumul bu joylarga kengaydi. Kengayib umumyuzlik islomlashdi. O'rta Osiyo rayoni shunda bo'lgan. Islom bir yerda bir qatimdan amalga oshgan emas. U qadamma-qadam kengaygan. Kengayib, rivojlanib, taraqqiy qilib, eng oxirida butun bir rayon bo'yicha islomlashgan. Turkiy xalqlarning islomlash jarayoni shundoq jarayon. Shunga o'xshash Uyg'urlarning shu. Shunga hamda bu ayrim tema Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilish, Turkiy xalqlarning islomlashish, ya'ni islomiy e'tiqodni uning oldida mavjud bo'lgan Budda e'tiqodiga almashtirib, rasmiy musulmon xalqiga aylanish jarayoni uzun bir jarayonlarni beshdan kechirgan. Mayli 11 yoki 14 asrga so'zilsin, Uyg'urlarning umumyuzlik holda islomni qabul qilish jarayonida umumyuzlik holda. Uning oldida bo'lsin va undan keyingi bo'lsin, har davrda Uyg'urlarning ajdodlari Sharqiy Turkistondagi insoniyatga ajoyib zo'r madaniyat tuhfalarini qo'shgan. Mayli buddizm davridagi Uyg'urlar, Turpanni markaz qilgan Budda e'tiqodidagi Uyg'urlar bo'lsin, yoki Qarxonlar sulolasida islomni qabul qilishdan ilgirki buddizm davridagi Qashqar davlatining Qashqarning aholisi bo'lsin, Xotanning aholisi bo'lsin, islomga kirishning oldidagi bu shu buddizm e'tiqodidagi insoniyatning eng buyuk madaniyatlari mana shu rayonda paydo bo'lgan. Mana shu rayondagi madaniyatlar taraqqiy qilib, hatto sharqqa, Xitoy, Koreya, Yaponiya mana shu zaminlarga bu taraqqiy qilgan, o'z ta'sirini ko'rsatgan. Singdirgan, masalan, Ko'mirajiva deymiz. Shuning bir tipik vakillaridan biri. Ama şunun o'xshash biz Qashqarning masalan Xuylan deymiz. Buyuk ensiklopedik olimi Mahmud Qashqaridan burunqi. Mahmud Qashqari İslamiyat davridagi buyuk olim bo'lsa, islomning ilgirki buddizm davridagi Qashqardagi buyuk Qashqarning olimi, ya'ni Uyg'urlarning ajdodlarining olimlarining biri Xuylan Qashqardan. U cho'ng ensiklopedik xuddi Mahmud Qashqariga o'xshash, Turkiy tillar divoniga o'xshashlar shu Xitoy qadimgi hindi tillarini, sanskritlarini selishtiradigan ensiklopedik xarakterdagi cho'ng asarni yozgan. Qashqardan demak ikki buyuk olim chiqqan. Ikkilisi ensiklopedik olim bo'lganda bularninki. Shunga o'xshash mayli qanday olim bo'lsin, butun shu tarix hammamizning Uyg'ur millatining bugungi Uyg'ur millatining tarixi. Uni biz arib o'tishga, uni parchalab o'tishga bo'lmaydi. Albatta bir-biriga etnografiylik jihatdan, jutlarning turmush urf-odatlari, til, shivs jihatdan farqlar bo'ladi. Turkiy xalqlarning shundoq, o'zbeklarning o'zidimi 90 necha urug' qabila bor ularninki. Hatto ularning rayonlar bo'yicha til, shivsida farqlandi bir-biridan. O'xshashlar bizning Uyg'urning Xotanda Xotanshi dialekti deyiladi. Lopnurda qisqa Lopnur dialekti deyiladi. Qolgan ilidan tortib Qumulg'icha bo'lgan bu Aqsu, Qashqar bular hammasi markaziy dialekt deb 3 dialektga ayrilgan bizningki. Ammo rayonlarning ya'ni o'ziga xos ayrim qisqa shivillari bor. Lekin bizning bu Uyg'ur tilining Qumuldan tortib janubga Xotangacha bo'lgan, shimolda ili Altaylig'icha bo'lgan bu rayonlarda keng tarqalgan Uyg'urlarning mayli Lopnurliklar, Xotanliklar yoki boshqalar bo'lsin, hammamizning grammatikalik qurilmasi, til morfologiyasi va hammasi talaffuz asos jihatdan mutlaq jihatdan birdek. Qisman alaydiliklar farq bor. O millat darajasidagi farq emas. Uni ayrim yoki to'pluq darajasida parchalab o'tadigan darajadagi alaydilik emas. Yoki u ayrim millatga vakillik qiladigan farqlar emas. Bu normal ahvol. Normal ahvol. Lopnurliklarning qalpig'i qirg'izga o'xshaydi. Shunga bu qirg'izlar bilan bog'lanishliq deydigan bazı odatlar qirg'izlarga o'xshaydi deb buni shu 8-asr, 9-asrda Uyg'ur orqon qag'allig'i yiqilganda Uyg'urning oqsidan qo'g'lab kelib o'ltiraqlashib qolgan yoki uning oldida yashagan shu qirg'izlar bilan bog'lab shu qirg'izlar deb qaraydigan ba'zi ko'z qarashlik odamlarmi bor. Ularning hamda qirg'iz qalpoqlar azroq qirg'izlarga o'xshaydi ekan. O'xshaganlikning o'zi u hammasi qirg'izning naq qalpog'i shu degan gap emas.
Onun oxşaş şekilde qalpaqlarının qədimi Türk xalqlarının naydı köpü keygen unda qalpaqlarını. Şunu bugün günde o bir yanın nimesi oxuslan, birisi yani birisi şu deydiğin hüküm yok. O Özbek alım diyendek o lopnurluqlarının işi Qırğız tili oxşaydı deydi. O Qırğız tili bütünlüy oxşaydığı iş yok. Qismen söz bazı bir alaylıklar var. Oxşap qalsa şu bulduğu iş yok. Lopnurluqlar yani şu Uygurlarning bir terkibi, bir türü, bir grupsi da mundaq chiqqancha Uygur milletininki. O unchlik ahvollar bo'ladi, hamma yerda bo'ladi. Ularni ayrim millat deb qarashga bo'lmaydi. Hozir bugungi kunda o'sha Xitoydimi lopnurliqlarni lopnurliqlar deb ularni ayrim bir etnografiyalik guruh shaklida hozir tashviq qiladigan Uyg'urlardan parchalab qaraydigan tashviqotlar ko'payyapti. Andan keyin hozir dolalliqlar deb Dolallıqlar medeniyeti, Dolan kabilesi deb hozir bularni deb tashviq qilib, bularni g'ayri bir nimani yasab, g'ayri bir ordu deb bir uylarni jin shayatlarga o'xshaydigan uylarni yasab, har xil kiyimlarni kiydirib, qo'lvoqlarda haydatib Tarim daryosida bulunadi. Shundaq qilib bularning musiqalari bu qandaqdir Uyg'ur millatidan farqli bo'lgan, Uyg'urlar keyin singan başka bir xalqlar deb Uyg'urlardan parchalab tashviq qiladigan ularni dolalliqlar deb isim qo'yib tashviq qiladigan narsalar hozir ko'payyapti. Xitoyda yaqindan buyon shu bu. Demak, Uyg'ur millatini parchalab etish, milliy bir gavdilik alayligini parchalab etish xohishi hozir ko'payyapti. Albatta bizning jutlar orasida farqlar bor. Burungi vaqtlarda kuchliroq bo'lgan. Chunki bo'stonliqlar orasidagi musofalar yiroq bo'lganligi uchun ba'zi bir adetleri, turmuş adetleri, yerlik adetlerde farklı şekillengen. Bu yalnız Uygurlar emas, hem milletlerde, xalqlarda bu ahval o. O bir milli gevdilik alaylıki ta'sir ko'rsatadigan narsa emas ularmisi. Keyingi vaqtlarda bu yurt kimlik tushunchasi asta ajizlashdi. Bugungi kunda ham Uyg'urlar baribir kep nerede tug'ilgan bo'lsa, nerede kelgan bo'lsa, shu kelgan yer bo'yicha men palon yerlik, men palonlik deydi onu. O normal ahval. O diğerlik qandaqdir ayrım milletlikten direk vermeydi o. Burunqi vaqtlarda hamda milliy ideologiya, mesela Uyghur yoki Özbek yoki boshqa namdaki milliy ideologiya, millatchilik ideologiyasi umumyuzlik shakllanmaganligi uchun bu millatchilik ideologiyasi shakllanmagan ahvol ostida odamlarda ayndaq yoki diniy o'zining musulmon degan e'tiqodi bo'yicha yoki bo'lmasa u o'rtaq bo'lsa, anakin o'zining ayrim yurt alayligi bo'yicha o'zini ifodalash o normal ahvaldı. Bu emniyeti bu. Kazak, Kırgızlar birbirini kabiller arkalık ayırgandek, başka yerlik köçmen halklar. Bizlerde yurt boyunca özünü birbirinden farklandırdıgan alaylıklar var. Bunlar normal ahvallar. Bunlar ne milletin kilip çıkışının neçe xil nusxadan, neçe xil jarayonlardan birleşkenligini ifadelaydigan bir amil qilib ko'rsatishga bo'lmaydi. Albatta bu. Bu mening ko'z qarashim. Shunga gapning tochkisi Uygur'un tarixini Uygur halkı özü yazış gerek. Özünün Uygur alimleri özü yazış gerek. Özünün tarixini özü en doğru faktlar bilen. Özününki milli düşünceleri, özünün milletiga bo'lgan en çoğunqur düşüncesi şu milletin aliminin özü tarafından buludu. Çünkü sırtın Şu gibi ustazdım ki Uygurların tarixini Uygurlar özü yazış gerek. Başka milletler Uygurların tarixini tədqiq qilgan çağda birinci qol materialını Uygurlarning özü yazgan ilmi kitaplardan izlep deb yaxşı oldu degan moşu köz qarashi bek muhim qadirli qarindoshlar. Şuna akimizni qo'llab quvvatlayli, kitaplarını alayli, başqalar o'qitayli, canım do'stlar. Qayta tinch betimiz aşan. Ziyali'nin eserleri qancha ko'p chiqsa, niyati bor. Qozoq, Qirg'izlar bir-birini qabila orqali ayirgandek, boshqa yerlik ko'chman xalqlar. Bizlarda yurt bo'yicha o'zini bir-biridan farqlantiradigan alayliklar bor. Bular normal ahvollar. Bularni millatning kelib chiqishining necha xil nusxadan, necha xil jarayonlardan birlashganligini ifodalaydigan bir omil qilib ko'rsatishga bo'lmaydi. Albatta bu. Bu mening ko'z qarashim. Shunga gapning tochkisi Uygur'un tarixini Uygur halkı özü yazış gerek. Özünün Uygur alimleri özü yazış gerek. Özünün tarixini özü en doğru faktlar bilen. Özününki milli düşünceleri, özünün milletiga bo'lgan en çoğunqur düşüncesi şu milletin aliminin özü tarafından buludu.
Çünkü sırttan küzdüğü adam onun içki kısmını, o milletinin kurulmasını Çin noktadan hakançı bolsa çoğunqur düşünenmeydi. Her bir adam özünü özü düşündü. Xuddi her bir adam özünün üyünü, özünün ailesini, özünün ata-anasını, balalarını en yaxşı düşüngenge oxşaş bir milletinin alimlerimi, tarihçilerimi özünün milletini en çoğunqur düşündüğün adam boludu. Şunun için Uygur tarihini Uygurlar çokum özü yazıp çıkış gerek. Özü en mükemmel sistemlik kılıp dünyadaki tıllarda neşr qilib taqitish kerak. Türk tilida chiqarish kerak, rus tilida chiqarish kerak, ingliz tilida, yapon tilida, fransuz va boshqa german tillarida chiqarish kerak. Uyg'ur tarixchilarining, Uyg'urlarning yozgan, Uyg'ur ziyolilarining asarlari qancha ko'p chiqsa, uni boshqa millatlar, mana shu o'zbek qarindosh tarixchi olimimizga o'xshash, ular Uyg'urlarning asarlarini o'qimaganda aniq u. O'qigan bo'lsin, balkim bir ishga oz asar o'qiganligi chiqib turdi. Bo'lgan bo'lsa, demek aşla okuydu. Şunun için biz özümüzün tarihimizni Uygurlar özü yazıp dünyaya çıkarışımız gerek. Şunda bo'lganda andan başkalarının, başka tarihçiler, başka milletning bizga qiziqadigan, biz haqida so'zlaydigan bilimleri için biz özümüz bilim bilen ta'minlagan bo'lamiz. Ular uningdan foydalanadi. Biz mana hozir mana mushni qilishimiz kerak. Bu Uygur ziyolilaridagi mana qilishga tegishli Uygur tarixchilaridagi, Uygur olimlaridagi nayt muhim bir vazifalarning birisi shu. Ziyolilardan birlashganligini ifodalaydigan bir omil qilib ko'rsatishga bo'lmaydi. Albatta bu. Bu mening ko'z qarashim. Shunga gapning tochkisi Uyg'urning tarixini Uyg'ur xalqi o'zi yozish kerak. O'zining Uyg'ur olimlari o'zi yozish kerak. O'zining tarixini o'zi eng to'g'ri faktlar bilan o'zininki milliy tushunchaları, özünün milletiga bo'lgan eng cho'nqur tushunchasi shu millatning olimining o'zi tarafidan bo'ladi. Çünkü sırttan küzdüğü adam onun içki kısmını, o milletinin kurulmasını Çin noktadan hakançı bolsa çoğunqur düşünenmeydi. Her bir adam özünü özü düşündü. Xuddi her bir adam özünün üyünü, özünün ailesini, özünün ata-anasını, balalarını en yaxşı düşüngenge o'xshash bir milletinin olimlarimi, tarixchilarimi özünün milletini en çoğunqur düşündüğün adam boludu. Şunun için Uygur tarihini Uygurlar çokum özü yazıp çıkış gerek. Özü en mükemmel sistemlik kılıp dünyadaki tıllarda neşr qilib taqitish kerak. Türk tilida chiqarish kerak, rus tilida chiqarish kerak, ingliz tilida, yapon tilida, fransuz va boshqa german tillarida chiqarish kerak. Uyg'ur tarixchilarining, Uyg'urlarning yozgan, Uyg'ur ziyolilarining asarlari qancha ko'p chiqsa, uni boshqa millatlar, mana shu o'zbek qarindosh tarixchi olimimizga o'xshash, ular Uyg'urlarning asarlarini o'qimaganda aniq u. O'qigan bo'lsin, balkim bir ishga oz asar o'qiganligi chiqib turdi. Bo'lgan bo'lsa, demek aşla okuydu. Şunun için biz özümüzün tarihimizni Uygurlar özü yazıp dünyaya çıkarışımız gerek. Şunda bo'lganda andan başkalarının, başka tarihçiler, başka milletning bizga qiziqadigan, biz haqida so'zlaydigan bilimleri için biz özümüz bilim bilen ta'minlagan bo'lamiz. Ular uningdan foydalanadi. Biz mana hozir mana mushni qilishimiz kerak. Bu Uygur ziyolilaridagi mana qilishga tegishli Uygur tarixchilaridagi, Uygur olimlaridagi nayt muhim bir vazifalarning birisi shu. Dunyoning cho'ng tillarida o'z millati haqidagi tarixiy, antropologiyalik va boshqa har sohadagi adabiyot yoki san'at umum jihatdan Uygur millatini tushuntiradigan asarlarni, to'g'ri ilmiy asarlarni, faktlik asarlarni, albatta akademiylik saviyadik asarlarni, hali odam qabul qilinmaydigan, kishilar qabul qilmaydigan hissiyot yoki quruq manbasiz bayonlar bilan to'lgan narsalar emas, yuqori saviyadagi xalqaro ilm saviyasidagi o'lchamga to'lgan akademik saviyalardagi ayndaq asarlarni ko'plab chiqarish kerak. Uningdan boshqalar foydalansin. Mana demek Uygur tarixi haqida bu o'zbek tarixchisi nayt atrofliq yaxshi o'zining tushunchasi bo'yicha bayon qildi. Uningga rahmat deyish kerak. Nurg'un ko'z qarashlari to'g'ri, nurg'un ko'z qarashlari o'zbek va Uyg'urdan iborat bu ikki xalqning bir qarindosh, bir tuqqan xalq ekanligini, asli bir millat ekanligidan iborat bu faktni e'tirof qilgan, ham uni targ'ib qilgan. Bu jihatdan to'g'ri. Albatta ba'zi tarixiy yakunlar qarashlari o durust emas. Onu albatta tushunmay qolganligi yoki u jihatda materiallarni to'liq ko'rmaganligidan kelib chiqqan yoki ba'zi bir materiallarniki ko'z qarashlarning cheklanmasiga uchraganligidan kelib chiqqan. Uning uchun uningga ranjimaymiz, uning xafa bo'lmaymiz. Uningligi o'zining ishi. Shunga endi qisqasi tarixda o'zimizning nurg'un ko'z qarashlarimizni o'zimiz shakllantirishimiz kerak.
Kadirli kıyındaşlarım da şu bizimki Nebican Tursun akımızınki şu Özbek tarihçininki YouTube kanalı. Şu kanalda sözlengen Uygurlar tarihi alakadar Fikret Uz degan bir torbetken bu YouTuber. Şununki Fikretninki nimesiga bergan inkası 26 minut 57 sekundluk inkas bu. Ben bu şunu Nebican Tursun akımızın özününki nimesini algandan keyin hozir sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman qadrli qarindoshlar. Mumkin bo'lsa buni mushu darsni bu boshqalar bilan o'rtoqlashib qo'yishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Agar mumkin bo'lsa bo'lsin shu akamiz bilan birga qilgan yana bir dars bor. Bizniki Moskva xiyallari degan. Shu Moskva xiyallarini elib, shu Spotify'dan Moskva xiyallarini hozir ko'rsatamiz sizlarga. Moskva xiyallari degan shu darsni bir tinglab qo'yishinglarni umid qilaman. Moskva xiyallarida Facebook meni yazsanglar chiqadi, Facebook'dan bor ulanmasi. Ondan boshqa Spotify'dan bor. Aşağıdan tinglab qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, Spotify'da qayerda bor degan chaqda men sizlar bilan hozir beşide bir agar tinglashni xohlasanglar kichkina tinglashib etimiz bir qo'yib boqaylik yana. Nebican Tursun akamiz bilan o'tkazgan suhbatni mening zakitini berganlar degan dars shu qadrli qarindoshlar. Mening zakitini berganlar Nebican Tursun bilan Spotify'ni açma hazır. Moskva xiyalları. İzle bakay. Moskva xiyalları. Öyle. Moskva xiyalları. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli görürmenler. Ötken kıtım Uygur Akademisi'nin 5. kıtımlık Halkara İlmi Muhakeme yığınıga kelgen mihmalların içinde Doktor İrşad Abbas akımız bilen birge İstanbul'daki vaktidan paydalanıp biz ilminin zakitini bergenler degan programının bir hançıl faaliyetlerden, şu xil ilim çaylarından, söhbetlerden haberdar bulup tuğaçqa biz şu xil program bolsa, şu xil şekilde bolsa texmi yaxshi bo'ladi ekan degan taklifni bergachga biz bugun Doktor Nebican Tursun bilan suhbat degan programni ishlash uchun mehmonlar bilan bu yerda bu programga qatnashdik. Şu munosabat bilan bugünkü bu programa katılgan bir qancha mehminimiz var. Bularni men tanıştırsam mı buludu, lekin Türkiye'ninki nimisi sorunlarda adette her adam bundan sorunda oturgan çağda özünü tanıştırdı. Şu an bu münasebetle biz men üzemni bir tanıştırıp etsem onundan keyin mehmanlarım özünü tanıştırsa Nebican akamizni onundan keyin men ataydan üzem onunki qisqacha tarjimalarni o'qib bersam
Ondan keyin so'riladigan bir qancha savol bor. Studiyamizdagi mehmonlar savollarni so'rasa, Nabijon akamiz uningga javob bersa, mushu xarakterda bo'lsa deb o'ylayman. Bugungi programga qatnashuvchilar doktor Nabijon Tursun akamiz mening yonimda o'tirgan. Shu programni riyosatchi shaklda shundoq ep bo'lgan. Doktor Murat Orxun. Buni shu Spotify'ga Moskva xiyallari deb yozsanglar yoki xiyallari deb yozsanglar chiqadi, Moskva xiyallari. O'z vaqtida akamizlar qilgan program. Shu buni qol. Shu nimaga Nabijon akamizningki doktor Nabijon Tursun akimizning o'zbek YouTuberning Uyg'ur tarixida aytganlariga inkosi degan bu YouTube naq maydon anlatışımız, ulab anlatış hem de şu Nebijan akimizningki aş vaqtida qilgan inkosini o'zining ruxsatida taqatdi qadarli qarindoshlar. Şuna buni boshqa qarindoshlar bilan o'rtoqlashib qo'yishinglarni, Uyg'ur tarixchilarimizni ko'proq qo'llashinglarni, tarix bilimini ko'proq o'rganishimiz uchun yetakchilik rollarni o'ynay oladigan qarindoshlarning o'ynashini, bizning Uyg'ur xalqimizning dünya medeniyetiga qo'shgan to'pisining bebaho ekanligi, biz medeniyetlarni Arabdan olmasakmi, din Arabning dini emas, islom dini Allohning dini, Arab bo'lib olish kerak emas. Biz Budist Uyg'ur bo'lgan taqdirda shu vaqtlarda uchun meni qaysi dilga ishonmaydi. Biz yana shu dindan insoniyatga javhar ato qilgan bir millatmiz. Biz hech qanday tushkunlikka chiqishimizningki keragi yo'q. Qadrli qarindosh, shunga o'xshash doktor Nabijon Tursun akamizga o'xshash hem Moskva hem Ruslarninki qalbini biladigan shaxs yetishib chiqqan, hem Amerikada yashab, Amerikani kuzatgan, o'zi vatanda tug'ilib o'sgan, Beijing tarafida o'qigan degandekchi, bunda keng sohalarda tadqiqot yapgan, o'qigan, yetishgan bizning bir olimimiz hamchu. Şu olimizlar boshqa bir yerga ketishningki hojati yo'q. Olimlar bizningki yenimizda beshimizga gul toj qilib taqsak bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, beshimizni ko'tarsak bo'ladigan olimlar ko'p. Nabijon akamiz dal shularning birisi. Yenimizda bor vaqtida ularningki nimasini qilaydi? Qadr qimmatni qilayli. Endi bu insonlikdagi bir qamsutamgan bir narsa bo'lg'achqa, yenidagi bor narsaninki qayerni bilmaydigan, yo'q narsani g'imini qiladigan, onu qo'l keltirgandan keyin yana uningki qayerni bilmaydigan shunday bir inson kelmas hamdichu. İnsondagi o'rtaq bir alaylik. Uyg'urlarda bor bir ish emas buchu. Bu nuqtalarni yaxshi tushunib, eg'ir besiqlik bilan o'zimizni avutadigan, milliy ruhimizga qon beradigan, jon beradigan tarixlarimizni
qoğuluşimiz, şularning yozganlarini qo'llashimiz, kitoblarini taqitishimiz, naq maydon programmalar anglatishimiz kerak, jinim do'stlar. Nabijon Tursun akamizdan o'zim ko'p rahmat. Sizlarning tinglab berganinglar uchun ko'p rahmat. Anda bugungi ulab anglatish tadbiri anglitishim şeyde tugide. Allah'ın o'ziga omonat qilib boshqa talab fikringlar bo'lsa, menga esanglar bo'ladi. Ben qo'limdan kelishicha shundoq ishlarni qilishga erishman. Buni bir sharaf, bir xizmat deb bilaman millatimga qilingan. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.